Beshariq tumanida erta turmush va erta tug'ruqning oldini olish jamiyatning sog'lom bo'lish mezoni mavzusida amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Tadbir Milliy tiklanish demokratik partiyasining Farg'ona viloyati kengashi tashabbusi bilan tashkil etildi. Mahalliy kengash deputatlari, tuman tibbiyot birlashmasi mutaxassislari, oila va xotin-qizlar bo'limi vakillari, oqila ayollar harakati a'zolari, o'qituvchi va psixologlar ishtirokidagi anjumanda mavzu doirasida kuzatilayotgan muammolar muhokamalar markazida bo'ldi. Erta turmush va erta tug'ruqning salbiy oqibatlari hayotiy misollar orqali mutaxassislar tomonidan tahlil qilib berildi. Bugungi anjumanda men psixolog sifatida ishtirok etdim. Ota-onalarga maslahatim, farzandlaringni erta turmushga bermanglar. O'qisin, o'zini ustida ishlasin, rivojlansin, kasb egasi bo'lsin. Muhtaram prezidentimiz bergan shart-sharoitlardan unumli foydalansin. O'ylaymanki, bugungi anjumanda bo'lib o'tgan barcha masalalar maktablarda, barcha tashkilotlarda targ'ibot qilinib, erta turmush, erta tug'ruq holatlarini oldini oladi degan umiddaman. Ta'kidlanganidek, erta turmush va erta tug'ruqning oldini olishda ota-onalar zimmasiga katta mas'uliyat yuklatiladi. Jamiyatning sog'lom bo'lishini esa barcha birdek fuqarolik burch deb bilishi lozim. Albatta bu o'quv seminaridan kelib chiqadigan asosiy maqsadimiz mahallalarimizda, oilalarimizda erta tug'ruq, erta nikoh va uni salbiy oqibatlari to'g'risida juda keng qamrovli masalalarga to'xtalib o'tildi. Mana shunday bir foydali maslahatlarni, uni salbiy oqibatlari inson hayoti uchun xavfli ekanligini, qolaversa o'sha qizimizni bir umr nogiron bo'lib qolish holatlari, qolaversa davlatni qonun qoidasiga, konstitutsiyamizni nikoh yoshiga zid holatlarni oldini olish borasida tushunchalarga ega bo'lishdi va buni borib mana shu tumandagi barcha umumta'lim maktablarda, kasb-hunar maktablarida, mahallalarda xalqimizga, ota-onalarimizga, yoshlarimizga, kelinlarimizga tushuntirishadi degan umiddaman. Anjuman yakunida Alla onalar qo'shig'i tanlovida faol ishtirok etgan Munisa onaxonlar va opa-singillar tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar.